14-yanvar Vatan himoyachilari kuni yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ko'z qorachig'ida asrab kelayotgan jasur, fidoyi harbiy xizmatchilarimizga chuqur hurmat va ehtirom ifodasidir. Sizlarning mardonavor xizmatingiz tufayli xalqimiz tinch va xotirjam hayot kechirmoqdalar. Himoyachilarimiz mamlakat xavfsizligi bilan birga jamiyat barqarorligi va kelajakka bo'lgan ishonchni ham asraydi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligini o'z hayotidan ustun qo'ygan mard va fidoyi insonlarga bo'lgan yuksak hurmat va e'tirof kunidir. Vatan posbonlari bor ekan, osmonimiz musaffo, kelajagimiz porloq bo'ladi. Bugungi tinch hayotimiz, osuda kunlarimiz Vatan himoyachilarining fidokorona xizmati samarasidir. Vatan himoyachisi bo'lish bu kasb emas, bu hayot tarzi, bu e'tiqod. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, O'zbekistonimiz esa doimo farovon bo'lsin. Vatan himoyasi har bir mustaqil davlat poydevori. U bilim, iroda va sadoqat bilan mustahkamlanadi. Vatan tug'ilib o'sgan zamin, asrab avaylanadigan qadriyat. Uni himoya qilish nafaqat qurol bilan, balki ma'naviyat bilan bajariladigan burchdir. Madaniyat esa uni asrashning ma'naviy qalqonidir. Aziz yurtdoshlar, barchangizni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami bilan samimiy tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.